Assalomu alaykum. O'zbekistondagi xalqimiz, birodarlarimiz, ana bugun Italiyadan Fransiyaga ketish tomonda tosh parkim bor. Shunga to'xtadik. Tunnel narigi betga olib o'tadi. Hozir bu yoqlarni ham bitta ko'rsatib. Hozir narigi toshlarimiz to'xtagan mana. Shu tomonga o'tamiz hozir. Mana qaranglar. Hamma joyga anaqa rassom mana shu qo'lda chizilgan mana shu rasmlar. Ilib qo'yishibdi. Qator qilib. A43 avtoban bo'ladi. Bu yoq Slovakiyaga ketish. Adashdim, Slovakiyadan Italiyaga. Bu yoqqa Fransiyaga ketamiz. Chegaraga 10 minutlik yo'l qoldi. Sharoitlar shu zo'r. Vallohi qaranglar. Hozir oshnam Fransiyaga ketyapti. O'ng qo'lda to'xtadi. Men Fransiyadan chiqib Italiyaga kirdim. O'zim tomon kelishda o'ng qo'lga to'xtadim. Qaranglar, haqiqiy o'xshatib qo'ygan ekan. Bittasidan bu kartinkani desam yo'q deydi, chizilgan deydi. Mana. Qaranglar. Boshdan sonra pastda. Turibdi. Kameralar. Kamera bor mana. Mashina mana narigi betda. Işte poykiza qarashyapti. Tosh parkin deyiladi, ko'p mana devorlar toshdan. Qarang, toshdan qilingan ekan. Ancha bo'ldi tosh parkin deyishadi. Manzarani ko'ringlar, tepalarni. Bir oy deganda endi ko'rishyapmiz-da. Ona bola ham o'zbekka o'xshayapti, suv olib ketyapti. Bu yerda suv dushlari bor. Tekin besplatniy. Aka, filtrani ishlasizmi? Ha? Filtrani ishlasizmi? Suvga kelyapsizmi? Filtrani ishlasizmi? Filtrani